Xo'p, navbatdagi bemorimiz Sog'lom avlod klinikasidan qirg'izistonlik bemorimiz 5 yoshda, bir haftadan beri og'riq bezovta qilib, bel sohasida shikoyat qilib keldi. Tekshiruvlar qildik. Tekshiruvlar natijasida buyrakda, ya'ni lahanka qismida, jomcha qismida 2 sm-dan ko'ra kattaroq tosh aniqlandi. Ya'ni hozir perkutan usulida, ya'ni kichkina teshik 1 sm atrofida kirqish hosil qilib, buyrakka kirdik. Bu eng zamonaviy usul hisoblanadi. Hozir lazer yordamida buni maydalab tashqariga olib chiqamiz. Operatsiyamiz yakunladi, ya'ni 5 yoshli Muhammad Karim Qirg'iziston bemorimiz operatsiyasini yakunladik. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda sredniy chashkadan dostуп qilib kirdik. Mini perkutan usulda hamda mana buzlash jarayonlari bu yerga qaytarib kirdik. Bu yerda lahanka qismida tosh turgan. Mana kirdik, tubus o'rnatdik hamda lazerda maydalab, oxiri mana toshni o'rni ham nimada rengenda tosh aniqlanmayapti, reviziya ham qildik. Hamda oxirida mana imенно kirgan chashkamiz o'ziga foliyani ishirib, ya'ni nefrostomik drenaj qo'yib chiqdik. Tosh qolmaganligi uchun stent qo'ymadik. CD kanalida ham muammo yo'qligi uchun hamma toshlarni oldik. Shu bilan operatsiyamizni yakunladik. Mana qo'limda o'sha lahankada turgan toshni olib chiqilgan holati maydalab bir necha bo'lakka bo'lib olishdik. To'g'risi shu bilan operatsiyamiz yakunlandi. Bemorimizga erta yoki indinga holatga qarab ruxsat beramiz.